Eng qo'rqinchli ujis filmi. Nafas olma. Bu film aniq sizni asablaringizni qo'zg'atadi. Ikkinchi, tog'larni ham ko'zi bor. Siz aniq bu filmni oxirigacha ko'ra olmaysiz. Uchinchi, tug'ilmagan. Bu film voqealaridan so'ng siz o'zingizni yomon his qilasiz. Obuna bo'ling. Guinness rekordlari kitobiga kiritilgan filmlar. Spectre. Bu film James Bond haqida. U kino tarixida qilingan eng katta portlash tufayli kitobga kirgan. Rocky. Bu eng kasabop sport haqidagi kino serial. Pivot. Bu kino tarixidagi eng omadli qo'rqinchli film. Dunyoda o'chmas iz qoldirgan sovet rejissyorlari. Andrey Tarkovskiy sovet kinematografiyasining haqiqiy afsonasi. Uni kino san'atiga qo'shgan hissasi juda ulkan. Leonid Gayday, Leonid Yonich yangi milliy komediya janrini kashf qilgan. Uni ko'pchilik mana shu filmlari orqali tanishadi. Operatsiyasi, Kavkaz asirasi, Brilliant qo'l hamda Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartirdi. Sergey Bondarchuk yana bir sovet kinematografiyasining nima uchun bizga ujus filmlarni ko'rish yoqadi? Chunki ular bizdagi gormonal ekstazni qo'zg'atadi. Film tomosha qilish paytida odamlardan gormonlar ajraladi. Endorfin gormoni sizni filmdan zavq olishingizga sabab bo'ladi. Shuning uchun ko'plab odamlar ujus filmlariga qiziqishadi. Keyingi videolarimiz qanday filmlar haqida bo'lishini xohlaysiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Obuna bo'ling. Kulgili chiqqan ujus filmlar. Astral Tour. Bu film boshqa qismlariga qaraganda ancha omadsiz chiqqan. Kimdir bu filmni ko'rib qo'rqgan bo'lishi ham mumkin. Porlash. Bu filmni oxirigacha ko'rmasdan uxlab qolishingiz aniq. Chunki hatto Stiv Kingning o'ziga ham bu film yoqmagan. Yoqmagan, tushunyapsizmi? Yoqmagan prosto. Yoqmagan bo'ldi. Qanday qilib o'z orolingizga ega bo'lishingiz mumkin? Hammasi oddiy. Shunchaki Angelina Joliga uylansangiz bo'lgani. U sobiq eri Brad Pittning tug'ilgan kuniga butun boshli orolni sovg'a qilib yuborgan. Butun boshli orol ne? Bu orol yurak shaklida va uning qiymati $20 million. $20 million. $20 million. Keyinchalik ular bu orolni sotib yuborishgan. Bunga sabab dunyodagi kasalmand bolalarga olimlar haqidagi top 10 ta filmlar. Birinchi qism. Stephen Hawkingning Koinoti. Bu film 5 ta nominatsiya bo'yicha Oskar marosimida ishtirok etgan. Eng yaxshi film, eng yaxshi erkak roli, eng yaxshi ayol roli, eng yaxshi ssenariy va eng yaxshi soundtrack. Сейчас же вставай, иначе я больше не вернусь. Никогда. Sport. Rejissyor John Maddendan yana bir ajoyib film. Bu film 2005-yilda tasvirga olingan va unda Oskarga nomzod